Namangan shahridagi 51-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ayni paytida 350 nafar quvnoq va bilimga chanqoq bolajonlar ta'lim-tarbiya olmoqda. Muassasada jami 14 ta guruh faoliyat yuritadi. Ta'lim tashkiloti musiqa fani tarbiyachisi aytganidek, musiqa bolajonlar uchun bebaho ne'matdir. U bolajonlarning nozik tuyg'ularining uyg'otadi, mehr va ezgulik urug'ining sepadi demoqda. Musiqa tinglashda bolalarda musiqaga qiziqishini, eshitish qobiliyatini yaxshilashtirish, diqqatni jamlash, sabr-toqat, intizom kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Shuningdek, o'zbek milliy raqs san'atining o'rni o'sib kelayotgan yosh avlod uchun ham ahamiyati beqiyos. Milliy raqslar xalqlarimizning eng munavvar qadriyatlari, insoniy fazilatlarni namoyon qilib beradi. Musiqada raqsning ham o'rni beqiyos. Chunki raqsda bolalarning fizik harakatlari ham ma'naviy, ham jismoniy kamolotda sog'lom yashash turmush tarzini namoyon qiladi. 51-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida har bir guruhda bolajonlarning yosh xususiyatlari va qiziqishlari inobatga olingan holda mashg'ulotlar tashkil etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari shunday deydi: har bir bola noyob iste'dod egasi. Ularning qalbida yashiringan bir olam bor. Faqat uning kashf etish va to'g'ri yo'naltirish kerak deydi. Har bir bola alohida shaxs. Ularning o'ziga yarasha shaxsiy xususiyatlari bor, qobiliyatlari bor, qiziqishlari bor. Shuning uchun ham bog'chamizda ta'lim-tarbiya jarayoni har bir bolaga individual yondashuv asosida zamonaviy dasturlar va milliy qadriyatlarimizga suyangan holda olib boriladi. Bolajonlar, bugun biz sizlar bilan choy quyish odobi haqida suhbatlashamiz. Choyni avval bolajonlar o'ng qo'limiz bilan quyib. Maktabgacha ta'lim tashkilotida 40 nafar fidoyi xodimlar mehnat qilmoqda. Ular orasida metodist uslubchi, musiqa rahbari, jismoniy tarbiya yo'riqchisi, psixolog, tarbiyachilar va yordamchi tarbiyachilar bir jamoa bo'lib, bolalarning har tomonlama kamol topish yo'lida sidqidildan xizmat qilishmoqda. Mehr, e'tibor va sifatli ta'lim uyg'unlashgan ushbu dargohda bolajonlarning porloq kelajagi sari mustahkam poydevor qo'yilmoqda. Har bir farzand o'ziga xos nur sochadi. Bizning vazifamiz o'sha nurning yanada porlatishdir.